Barchangizga assalomu alaykum. Musofir yurtda yurgan vatandoshlarimiz, sizlarni Tojikiston va qolaversa Moskva bo'ylab o'z qo'shiqlari bilan tanilib kelayotgan estrada yulduzimiz Aziza Karimovani Navro'z arafasida va Navro'z uchun shou konsert dasturiga taklif etib qolamiz. Konsert Moskva, Metro Tupliston va 4-bekatdan chiqasiz Cafe Navro'z 21-mart kuni soat 7:00 da boshlanadi. Nomer adminlar faqatgina stol uchun va bilet sotib olishlaringiz uchun sizning xizmatingizda faqatgina promo nomer urasiz. Bilet narxiga kelgan bo'lsak, 500 rubldan barcha opa-singillarimizni taklif etib qolamiz Aziza Karimovani shou konsert dasturiga. Jonga urtagan bu sizni hiç, na kuylari solmasiga sizni hiç. Jonga urtagan bu sizni hiç, yaxshi ko'rasanmi yor? Meni sevasanmi yor? Ona gap so'zlari peshkona, hech kim bilmasin ko'rishaylik deydi pinhonda. Voy mana nima deyapti, insonlarim qotyapti, qo'lda balanddan kelma, stop, gaping yoqmayapti.